Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 4. Oğlu Şahzade Yolbasxandan qattiq yengilgan Sultan Abdullah xan obro'yi tugilgandek his qilib, haftadan beri Shohnishinga qabulga chiqmayotdi. Orada erkanlari har kuni attigini salomga hozir bo'ladi-da, birer osh peshim esnab o'tirib, yana bir-birlab ketib qoladi. Bugun qabulga Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshonmu kelgan bo'lib, boshqa orda erkanlariga o'xshash kursida o'tirmay, taxtning udulidila mermer taşlar yatqızılğan yerning ustidagi o'tqashdek qizil gilamda yukunib o'tirganicha, ko'zni yerim yumib, qo'lidagi kahrivo tasvini tinimsiz seyretdi. Qomatlik gavdasi to'xtamay ikki tarafga tavraydi. Turqidan muhim ishi bordek, xon bilan qat'iy ko'rishga niyat bog'lagandek. Xon qabulga chiqmasa, Shohnishimdan faqatli ketmaydigandek ko'rinadi. Əmirlər xanni kütüverib zerikkan bolsa-mu, Piri Buzrukning bu turqini ko'rib, eng avval Shohnishindan chiqib ketishga petnamedi. Shohnishin ichi timtasliqqa cho'mgan bo'lib, saroyning o'tirsidagi fontandan edilib chiqayotgan suvning yiqimliq shildirilishidan boshqa hech qanday ovoz yo'q edi. Əmirlərning xiyolchan turqidan ularning nima o'yda, nima ko'ylada ikkenlikini bilib olmak to'liq qiyin edi. Kun tush bo'lay deganda haram og'isi Shohnishinga kirib keldi. Farmoni oli Pir Buzruk Xo'ja Abdullah Eshon hazratlari Lashkari divanning amri kabri Cho'pik Mirza Ostona amri Mirza Babaq baglar adolat saroyiga qabulga kirgay, boshqa amirlar saroydan yong'ay. Barliq orda erkanlari durida o'rinlaridan turishdi-da. Qiblagohimizning himmatiga hashqalloh deyishib satqi chiqishdi. Ismi chiqqan uchaylan adolat saroyiga qarab mengishdi. Adolat saroyi Abdullah xonning yuqori darajalik amirlari bilan muhim ishlarni kengash qiladigan xos kengashxonasi edi. Odatdagi amirlarning bu saroyga kirish salohiyati yo'q edi. Bundan başqa yana Saxovat saroyi, Marifat saroyi, ya'ni xonning xos kutubxonasi, Bahodir saroyi, Shodliq saroyi, xonning xos ziyofatxonasi, Huzuri Muborak, xos xonish, Shohbonu, Malika va Tavallik el, suyurg'anliq ziminlardan xonga tortiq qilingan kinizaklarni qabul qiladigan saroy, qatorliq saroylar bor edi. Xon bu saroylarda ordu yosuni, qoidasi bo'yicha turli qabul, kengashlarni, ziyofatlarni o'tkazib turadi. Faqat xonning taklifiga musharraf bo'lgan kishilar bu saroylarga kirib, turli kengashlarga qatnasha oladi. Ziyofatlarga daxil bo'la oladi. Shohona kursida to'liq tushkun o'tirgan Sultan Abdullah xon kirib kelgan Eshon bilan ikki amirning salomini susla ilik oldida o'tirishga ijozat berdi. Muhtaram Piri Buzruk va janobi amirlar, dedi Abdullah xon oradagi sukunatni buzib. Sizlarni chaqirtishimdagi muddaoyim shulki, men bir haftadan beri qayta o'ylanib, Shohzoda Abdumo'min xonni val ahdi Naib xon deb jakarlab taxtni o'tkazib berish qaroriga keldim. Bu yerdagi Naib xon degani xonga vakolatan taxtda o'tirib hokimiyat yurgizadi. Bir mezgil o'tgandan keyin rasmiy xon bo'ladi degan gapga. Bu haqda sizlarning ikki eg'iz maslahatinglarni anglab boqay deyman. Ey janobi qiblagohim deb oldirab tinab so'z oldi Xo'ja Abdullah Eshon. Büyük saltantimizning ashaddiy dushmani ishqiyachi musulmon ozg'un murtatlarning damiga tushib ketgan Osiy Shohzoda bu Yo'lbosxon Qashqar, Yengsar, Maralbeshi, Seriqqo'l,
Artuş ziminlerini öz tasarrufiga elib, yol yurtlardaki raiyatning tinchligini buzib, elga eg'ir balay afat keltirmoqda. Bu yerdagi seriq qo'l degan gap Toshqurg'on degan, ya'ni Toshqurg'onning ismi ekan. Artuş degan otish ekan. Ul ishqiyachi murtatlarning napak oyig'ini o zimin tasarruflardan pak-pakiz tozlamay turib, Şahzada Abdümo'min xonni naib xonlik taxtiga o'tirg'izish to'limu alraqsalliq bo'lur. Chunki Qashqarni tinchitmay, ishqiya murtatlarini jazolamay turib, bu saltanatga oramliq bo'lmas. Ey muhtaram piri buzruk, nayti o'rinliq maslahat berdilar, dedi Sultan Abdullah xon yanala shu parishon qiyofatda. Ammo Shahzod Yo'lvoz xonning ishqiya sulkiga irodat qilganligi sabablik ularni jazolamoqqa, Saidiya tasarrufidan qo'g'lab chiqarmoqqa yorliq tushirmak ba'zi mushkuldir. Bu ish ota-bola o'ttirimizdagi nizo adovatni yomonlashtirishda izchil sabab bo'lib keldi. Men ko'p o'ylandim. Jahonda ota-bola taxt tolishib, qon to'kishibdi, lashkar tortib, qilish tanglashibdi degan to'qo lanatning ahonati bakmu yomon ekan. Odamga ziyoda xo'rliq his qildirdi ekan. O'z pushtidan tomgan farzanddan zinhor tang'ili bo'lmas. Maylila Shahzoda o'z tasarrufiga olgan oshu ziminlarga shukr qinoat qilib, inisi Shahzoda Abdümo'min xonning naib xonlik o'rnini e'tirof qilsila, bu adovat nizoni bo'ldi qilib, behuda qon to'kishdan saqlanayli. Yenimu el bu tugumas jangi jidallardan ko'p riyozat chekdi. El yurtning xotirjamligi, osoyishligi hammadan afzal. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Sultan Abdullah xonning keng qo'saqliq bilan murassa yo'lini tutganligidan to'liq afsuslandi. Ashaddiy raqibi Xo'ja Hidoyatulloh Eshon boshchiligidagi ishqiya sulkining Qashqardan iborat munbat kengri zaminga qaytib kelib, qaytadan bosh ko'tarish fursatiga erishganligidan ichi bekmi odab ketdi. Ularni Sultan Abdullah xonning sarkarda lashkarlariga tayinib, yana bir qitim qirg'in qilish fursatiga erishamaganligidan qattiq hasratlandi va allaqachon bir qarorga kelib bo'lgan Sultan Abdullah xonga endi gap yig'izolmaydiganligini his qilib jim bo'ldi. On hazratimga ma'lum bo'lg'ayki, dedi Amri Kabir Cho'pik Mirzo. U Hindiqo'sh Mirzoning o'limidan keyin amirlik martabasiga ko'tarilgan edi. Ro'yobga chiqmagan Anjon yurishidagi qarmuzliq Davan yo'lida xon lashkarlarining xillangan qismi xili ko'p talofatga yo'liqqanligi uchun har qancha tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsaqmi, o'rnini texchilar to'ldirib ololmadik. Yangidan ilingan lashkarlar davomliq mashq qidirilayotgan bo'lsa-mu, jangbozlik mahorati ancha voyaga yetmadi. Rasmiy janglarda bahodirlik ko'rsatishdan ko'p yiroq. Shahzoda Yo'lvoz xonning ostoniga yana lashkar tortish niyatining bor yo'qligi texicha qorong'u. Shunga olim hadis yuz beradigan ishlarning oldini olish uchun Oqsu bilan Xotandan ostoniga bir bo'lak xillangan lashkar yo'tkab kirishga farmon berilgan bo'lsa, Xotandan vaqtincha lashkar yo'tkamay turayli. Anglashimcha Niya tarafda Mo'g'ullar yanala parakanchilik paydo qildi. Xotanning tinchligini saqlash uchun ularning lashkari kuchini bo'lib etmay turayli.
Әмма Ақсудың өткәп келедіған ләшкәрнің саныны өздірі бәлгедесілі. Әтіла ярлық түшірәйлі, деді Абдулла хан. Он Хәзіртімге kichikkin iltimosim bor edi, dedi Ostona Әмірі. Qo'shimcha Ostona muhofizatchilar qo'shinining sarkardasi Mirza Babaqbek töbanchilik bilan. "Qani, so'zlisizlar", dedi Abdulla xon. "Go'yo on Hazratim buyuk saltantimizning tinchligi uchun Shohzoda Yo'lbosxonning gunohini kang qursaqlik bilan afu qilib, Shohzoda bilan aplashib qilish o'yi borligini aytdi. Albatta, ota bola o'tirsidagi o'qishmaslikni tugutib, adovatni yuyib tashlab, bir dasturxonga jam bo'lsa, el yurtning baxti uchun bisyor savobliq ish bo'lgan bo'ladi." Bu yerdagi bisyor degan gap ko'p, nurg'un degan ma'nosi bor ekan. Ammo nodon Shohzoda ulug' Davlat Panohimning bu dona o'yini texi bilmaydi. Padarning farzandga nasihat qilgan hisobda o'y xiyollarini bayon qilib, bir maktub kutib avatgan bo'lsa, Shohzodami oliylarining niyat mutoalaridan xabar tepib, yomon yo'ldan qaytsa, ajab emas deb o'ylayman. Sultan Abdulla xon bir oz o'ylanib olgandan keyin Mirza Babaqbekning taklifiga qo'shilganligini bildirib, beshini langshitdi. Dadisi Sultan Abdulla xonning avatgan xatining ta'siridanmi yoki boshqa bir sababdanmi, aytavur Shohzoda Yo'lbosxon xilla tinchib qoldi. Shuning bilan kelar yili bahorgacha ozg'ini kam bir qish ichida Saidiya xonligida nisbiy tinchlik asliga kelgandek holat shakllandi. 5. Miladiya 1668 yili bosh bahor Qashqar. Xo'ja Hidoyatullo Eshon Shohzoda Yo'lbosxon bilan birlikda Qashqarni qaytadan tasarrufiga olgandan keyin necha vaqtdan beri Isoqiya sulkidagi So'pi darvishlarning taqibidan cho'ldarab qolgan Yog'dudagi Hazrat Moziri bilan Hazrat Xoniqosi qaytadan ovatlashishga boshladi. Mana hozir bu yerdan Qutbul Ahtab, Sultanul Muaqqiqin, Xo'ja Hidoyatullo Eshon pir buzrukni tavob qiladigan sulki ishqiya murid muxlislarining oyig'i o'ksimaydi. Hidoyatullo Eshon kamolatga yetgan so'zmanligi, anglag'uvchilar ko'nglini vasvasiga solg'uvchi targ'ibot nutqi bilan kishilar qalbini moyil qilib, ularni ishqiya sulkiga da'vat qilyotdi. Sulk g'avg'olarining dardini yetkichi tortib, ruhiy va jismoniy jihatdan ig'ir jarohatlangan nodon Qashqar xalqi tegi yaqindilar beshidan o'tkazgan dahshatli fojialarni unutib, to'p bo'lib kelishib, Hidoyatullo Eshonga qo'l beryotdi. Hazrat Xoniqosi oldidagi maydonda bir mazgil toshlanib, bir g'irish to'pa besib ketgan. Ashaddiy sulki Isoqiya muridlarining poq suyduklari bilan to'lib ketgan bu tosh qozonlar, ya'ni Isoqiya muridlari Shohzoda Nurdinxonning homiyligida Qashqarga kirganda ishqiya sulkidagilardan o'ch edish uchun bu tavarruk tosh qozonlarga siyib, tarat qilib, gandi suyduklar bilan to'ldirib atgan edi deydi. Dastlabda biri qaynagan bo'lsa, mana hozir 3i qaynayotdi. Shundaqdimi tosh qozonlar, tosh qaynoqlar Mazar podshohi hazratlari besib yotgan bu muqaddas tavobgohni ziyorat qilib kelgan murid murshid, So'pi darvish, qalandar, bekorchi loy g'azallarning qosh gullariga usulib ulgurmaydi. Bu yerdagi Mazar podshoh degani Hidoyatullo Eshonning dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshonning unvoni deydi. Qosh gullari degani darvish qalandarlarning sadiq tilab yeydigan xoltisi deydi. Bekor tamoqni yeb qursqi to'ygan bu So'pi darvishlar Hazrat Xoniqosida halqi suhbat qurib, jari samo salatdi. Ularning himlari palakka o'rlaydi. Hari tortishmoq usuli o'ynab gulub dassashlaridan xoniqonning tomlari titraydi.
Ya ilahim hamidin birli hikmet aytib, zati ulug' hocam seg'inib keldim sana. Tövbe qilib günahimdin qo'rqib yotib, zati ulug' hocam seg'inib keldim sana. Hüm Allah, hüm, haq dost, ya Allah. Çin aşıqni Allah söyüp bendem dedi, ora yolda qalmusun deb g'emin yedi. Yolğancıla didarımni körmez dedi, işiq babıda mehkem bulup turdum mana. Hüm Allah, hüm, hüvvi Allah, hüm. Haqiqatdan hikmey ettim bilmez kişi, yolğan aşık hili bilen bitmez işi. Çin aşıqның nurgu tolur içi teşi, haqdin işip bu sözlerini ayttim mana. Hüm Allah, hüm, hüvvi Allah, hüm. Bu şair klassik Ahmet Yesevi'nin şiiri deydi. Hidayetullah İşan bundaq zikri söhbət, cəri samalarga köpünce vaqtlarda qatnaşmaydı. Şahzade yol basqan arqılıq yetməkçi bolğan məqsədlərini əməlgə aşırış haqqıdakı tinimsiz xiyalları bundaq g'alva g'ovga qaynagan sorundan tinish xotirjam xutbixonaga kirishga haydaydi. U varang churungdan xoli xutbixonasida jimjit o'tirib, turli plan tadbirlarini tuzaydi. Yeni mikirlarni o'ylab topadi. Bugun u xutbixonasida o'zi yolg'iz yarim kun xiyol surib o'tirgandan keyin asta midirlab o'rindan qo'zg'aldida ishik tubidagi so'piy xizmatkoriga xonaqodagi halqa suhbatga boshchilik qilayotgan xalifasi molla saqi bilan molla taqini chaqirib kelishni buyurdi. Uzoq o'tmay xutbixonaga ikki xalifasi kirib keldi. İşan o'ziga intayin sadoqatman, kuchtungur, o'limga buyursimi bosh tortmaydigan bu ikki murtiga shundoqla qarab, birdinla qiyri aqlchisi va parvishkori Abdurazzoq xalifani esiga oldida ko'ngli to'limi yerim bo'ldi. Bu ikki xalifasi uning har qanday buyrug'ini, har amallarni qilib bajondil o'rindiyaligini bilan Abdurazzoq xalifaga o'xshash qo'lni ishiltib, ishqiya sulki uchun Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning maqsad muddalari uchun o'z oldiga biror ishni planlab qilishni bilmaydi. Navoda Abdurazzoq xalifa haligacha hayot turgan bo'lsa, Hidoyatulloh Ishon bundaq cho'ng kichik ishlarning hammasiga o'zi qo'lli qotirib, plan tuzib, hili mikr tayyorlab, haraj tortib yurmas edi. Oşu vaqtda u Abdurazzoq xalifaning Xo'jazodam, sizlar Shohzod Yo'lbosxon bilan birga ketib, yoqi yurtlarda bir mezgil panoh topib tursizlar. Men bu yerda qilib, suluk tavratkash turay degan maslahatiga kirmisi bo'pti ekan. Shu yili Shohzoda Nurdonxon bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonga agishib, Qashqarga kelgan Isoqiya murtlari Hidoyatulloh Ishonni topolmay, Abdurazzoq xalifani tutib olgandan keyin Xo'ja Abdulla Ishonning buyrug'i bo'yicha Qashqardagi sulki ishqiya murtlariga ibrat qilish uchun butkul Qashqar aholisini yetgoh maydoniga yig'ib, Abdurazzoq xalifani qip yalang'och qilib, bir tal to'g'ri qo'yilgan bodir yog'ochga do'ng'aytib, chambarchas bog'lagandan keyin maqtiga maxsus yasalgan tonika nogayni tiqib, po'ruqlab qaynayotgan yog'ni o'shu nogaydan quyib, inson qilipidan chiqqan dahshatli usul bilan qiynab o'ldirayotgan edi. Har qitim biror shumliqni, biror razil suiqasdni amalga oshirishni ko'ngliga pukkan Hidoyatulloh Ishon maslahat sog'idak, yo'l ko'rsatgudak odamni topolmay, Abdurazzoq xalifani esiga olatida uning o'limidan hasratlanadi. Chunki u Abdurazzoq xalifaning aql ko'zitishi, plan tuzishi bilan nurg'un raqiblarining peyini qirqib, yo'lidagi to'zalg'ularni yo'qotishga muvaffaq bo'lgan edi. Mana endi Hidoyatulloh Ishon xuddi bir qondan ayrilib qolgandek bo'lib qolgan edi. Ishon hazratlik xiyoldan esini yig'ib, oldida nima topshiriqlari borkin Ishon pirim deb farmon berdor bo'lib turgan Molla Saqi bilan Molla Naqiga tom tuvdagi naqshlik sanduqdan
oldin yezib tayyorlab qo'ygan 2 parcha xatni ilib uzatdi-da, ularga bu xatni ilib nega berish, kim bilan uchrashish, qanday ishlarni qilish haqida tafsili tushuncha berdi. İşlarni maxfiy ilib beringlar, sir qat'iy oshkorlanmag'ay. Xabaringlarni kutaman, deb qayta-qayta chekildi.